Samarqand shahar nalogda oldida mana shu domimizda bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Hozir videoni qilib beraman. Mana Gagarina hududidan bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Asosiy kirish eshigimiz smart eshik qo'yilgan. Hozirgi zamonga talab beradigan, ya'ni domofon, отпечатки пальца, kodovый barcha sharoitlari bor. Prixojniy mebel qilingan koridorimiz bo'lyapti. Kattagina uyimiz balandligi 330, полностью atachento bo'lgan uyimiz. Bu yerda общий санузел, katta oshxona, mehmonxona, bolalar yotoqxonasi va взрослый spalnya bo'lyapti. Umumiy kvadraturasi 84 metr kvadrat. Общий санузел. Bu yerda esa katta oshxonamiz, barcha mebel texnikalari qo'yilgan. Ajoyib remonti bilan, klassik remont bo'lgan. Bu yerda esa katta mehmonxonamiz, konditsioner, televizor, mehki mebellar o'rnatilgan. Uyimiz teplый pol bo'lyapti. Mana bu yerda bolalar uchun yotoqxona 2 kishilik, panoramli oynalar, balkon va kattalar uchun yotoqxona. Barcha qulayliklar qilingan. Iloyim hammamizga mana shunaqa uylar olish nasib etsin. Niyat qilganlar bo'lsa, videoga like qo'yib, podpisatsiya bo'lishi esdan chiqmasin. Bu uyimiz Samarqand shahar Gagarina ko'chasi, Bog' Shamol, ya'ni shahar nalogda oldida bo'lyapti. 84 metr kvadrat, narxini 95 million so'm savdosi bor, kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga ipoteka rassrochkasi yo'q. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerni qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. E'tibor uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.